Dori-darmonlarni tayyorlashda 10% eng muhim mahsulotlardan biri suv va qishloq xo'jaligida suv eng muhim faktorlardan hisoblanadi. Hamma o'simliklar ham tomchilatib sug'orishga mos emas. Endi menga takliflaringiz ma'qul bo'lgan tomoni ayni mana shu narsalarni o'rgatish uchun o'quv markazi tashkil qilinish. Endi mana shu takliflarni o'zimiz uchun ajratib oldik. Nasib rivojlantirib amalga oshirishga yordam beramiz. Suv tozalovchi baliqlar bor. Ular buni qanday uchib olmoqda?